Oma qizim bir tarafda putli qashang o'g'ash, bir tarafda mening mandoshlikdan qilishimga hamroh bo'ldi. Yana kimlar yurak bagash bugungi bahillashimga hamroh bo'ldiki, tuqqanlar ko'rib boqayni. Men shpin tatqandiki 1 soat vaqtim ketdi. Tuqqanlar o'zillar faqat yarim soat burun tursalar, mushunda quvvatli nashliq tayyorlashga tamaman vaqtlari yetadi jumum. Oldi bilan aytib qo'ydiganim bugungi kash Beijing vaqti 7 mana bevosita o'tish qilmiz tuqqanlar vaqti balla didor ko'rishini. Sabzi yong'yonni qirib yashilsaydi biza qatib eki muvofiq tutsab 8 ta tuxumniki eqin to'kdi menga. O'zillar 4 ta odam bo'lsa, men saynimi azaraqliq qilib tuxumdimi 4 chaqslar buldim. Tuzli boshqa 13 xil tutqidi bir qo'shiqsa qo'ydim. Ani 4 qo'shiq zaytun mayi qatib 1 stakan un qatib aralashtirib oldim. O'zillar yarim stakan un qo'shillar, ikki qozonga may purkib qiymimizni boshqa qush uvsida qalıqqa keltirib olamiz. Andi debaytida eqini arab ishlatib tuxumninki amdi serig'ini mush o'ttirsiga qo'yib, ustiga oqqar kunjitlarni chechib, 2-3 minut turg'izib, o'rib, yana 2-3 minut turg'izsaqla bo'ldi ha. Men qittima 12 ta chiqdi tuqqanlar. O'zillar menki o'lchimimni 20 cha qisla 5-6 ta chiqsili bo'g'ini. Bu alliqlarda biz bekor turmaymiz tuqqanlar. Bu ma pişivirdi. Biz ma tayyorliklarimizni qilaveramiz jumi. Xorma ajoyib katta nima hamilalar billahi ma samsaqniki mi xamisi yolli qaytirish roli bek yuqori. Ushiqcha navaslar bo'lsa, ma film nima bugun yo'lig'inim bilan asli bir necha kun burun qinashda bo'chi bola maktabga borda emasmi shunga biza tina qag'a gap. Ma sog'inim siyodana tuqqala muvofiq sog'andiki buningga alnuriniki Ispaniyada import qilingan tunji siqim sap zaytun mayda 2-3 qo'shiq atrofida qo'yib qiymin tayyor qilib olamiz. Agar samsig'i jiqvikasi yamaydi ekanmiz desa, azari qislanmayli lekin cho'qimashliq tanshib qilib yapaqsizlar. Odatda sap zaytun maynila başta xam yeshki bo'ldi juma ham bo'lgandimi quvvati 100% saqlanib qoldi. Boshbatdagi do'yin do'kon kirib setib olsa bo'ldi tuqqanlar. Mana ammo bo'lsa alnuriniki meg'izli quvvat tayyorlay borlari ham. Am qildiganimiz tangshalgan limon ichimligi. Men bir nimdimi tuqqanlar buningga o'zinglar bir ko'rib baha bir paxlachi ichimlikniki esinligiga. Bir stakanga bir ta limonni urug' bilan qo'shib siqib tushirib olamiz. Andi 2-3 yalpoq o'lsanjonni siqib bir 3 ta mum suyini chiqirmiz. Beh qolaysiz bo'lsa haqiqiy aralashmasiz sinjan uni bo'lsa bir chimdim solavasa ham bo'ldi. Aki sovutilgan qaynoq suvga qo'yib andi jing siyadan mayda 3-4 temim temetib aralashtirib olsaqli bo'ldi. Badandagi ho'llikni haydaydi, zahar tozlaydi. O'rnimizga qopli bir stakan ichib etib, 2-5-10 minutdan keyin ashti qilsaq bo'ldi tuqqanlarim. Limonniki chuchmanligini hamilalar billahi ammo qarsa menki balarim chiroyini o'zgartmay urug' bilan ichaverdi jimi. Bir necha kun isli kun kitidi ballamich. Va chuchmalab ichamaymiz deslar, ya yarim ta limonni qislar, ya bo'lmasa azaraq sap asal diqqatib aralashtiradi islar bo'ldi. Men nashtilg'imiz qilish oddiy bo'lgan bilan nima degan quvvatlik, nima degan go'zallik tuqqanlar mazmunimiz o'zillarga yaradimi? Yurak berib saqlab olishga qo'shib belgisini besib agishilishga arzimdiki arzimamdiki